Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңлар Шинжаң Халық Нәшрияты 2000 жылы 1 айда нәшр қылған роман Или толқынлары. Авторы Абдурахман Қахар. 1 қысым. 17 бап. 5. Mana әмді xalqning qalbidagi uchqun yolqinga aylandi. Xalq qo'llariga chiqqaniki narsalar bilan qurollanib, hujumga intilmoqda edi. Haqliq ravishda olg'a tashlangan mardona qadamni to'sish mumkinmi? Partizanlar qo'shiniga taraf-tarafdan, yaqin-yiroqlardan kishilar kelib qo'shilishga boshladi. Bir necha kundan beri cho'ldarab ketgan ko'chalar odamlar bilan to'lishqa boshladi. Uy-uylardan, shahar atrofidagi yaqin yezilardan chiqib kelib, barg'ansiri ulg'ayotgan xalq to'pi Selingbu tarafga oqmoqda. Ular Selingbuning qandoq ilinganligi to'g'risida bir-biriga hikoya qilishmoqda. Ko'chalar obodlashib, shovqin-suranlar avvalqidanmi kuchaymoqda edi. Bir necha kundan beri onasining rayiga beqib uyida turgan Rayhon bugun hech chidab turolmadi. Atiganlik chiyini alman-talman ichibla Selingbuga mangmoqchi bo'ldi. Onasi uning yo'lini yana to'sdi. Undaq qilma, bolam, qiz jining bilan bu yo'lga mangsang bo'lamdi. Yon kayningga. Jinim apa, yo'limda turma. Vatanning beshiga kun tushganda o'g'illar bosgan qadamni qizlar nemishqa bosolmaydikan? Men cho'qim barman, apa. Nakashki o'g'il bo'lsangchu, jinim bolam. Apa, o'ylag'ina, qonxo'rlardan qisos olmay qandoqmi tura olaymiz? Ular bizga nima kunlarni solmadi, bizni qanchalik xo'rlamadi. Qarindoshlarimizning turmadagi azoblarini, beajal o'limlarini anglading'u? Shularni ko'rib turib, uyga solinib o'ltirsam qandoq chidayman? Senmi qandoq chidaysan? Rayhonning ko'zlaridan g'azab uchqunlari chechilib, yuzi o't bo'lib yinib ketdi. Butun a'zoyi badani g'azabdan titraydi. Bo'libmi turmada yotgandan beri ko'ksiga patmay qolgan g'azab nafratlarini, ig'ir hasrat, ochiq alamlarini to'xtamay to'kmoqda edi. Qo'limizga xanjar ilib, bizni bo'za qilganlarning, bizni xorlaganlarning, bizni odam qatorida ko'rmaganlarning bag'rini tiladigan chaq keldi, jinim apa. Jinim balam, mening yolg'izligimda. Yo'q, dedi Rayhon ko'tarangi ovoz bilan. Men o'zimni o'limga tutib bergili ketayotganim yo'q. Intiqom ilishga ketyapman. Qo'liga qurol olgan o'g'il qizlarning hammasi sening bolalaring. Amdi navbat bizning. Rayhon shundoq dedi-da, onasini ching quchoqladi va o'zini taloga otdi. U ko'chaga chiqib, shtabga qarab eqiyotgan odamlar to'piga qo'shildi. U qadamlarini ildam bosatdi. Shu topda uning ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. U faqat partizanlar joylashgan o'ringa berib, qo'liga qurol ilishni o'ylaydi. Rayhon koridorning ichidagi birinchi eshikni chekib uyga kirdi. Uyga partizanlar sepiga qo'shilishni iltimos qilishayotganlar to'lgan edi. Ustalning yonida Mauzerni murisidan tuvanga tushirib esib olgan bir harbiy kishi o'ltiradi. Bayatın biri pidoyi bo'lib, sapga kirish uchun iltimos qilayotgan buvayning so'zlari boshqalarni ham kuldirayotdi, ham ta'sirlantirayotdi. Boshqa so'zingizni qo'yib, meni xatlab qo'ying, bolam, deydi buvay qayta-qaytlab. Butun umrim boshqalarga ta'rimni oqqozish bilan o'tdi. Endi umrimning oxirgi kunlarini qonxo'r gomindonga o'q etish bilan o'tkazay. Qiridamsiz-a? Bo'ri qirsa, qo'yliqi bor deganni anglamaganmidingiz? Qiri bo'lsammi, ikki gomindonchiga tetiyman. Buvayning so'zlari uyda turganlarni kuldiribdi. Sizning talabingiz o'rinliq, buva, dedi ustalda o'ltirgan harbiy kishi. Biroq siz yashnab qolgan kishi, gomindonni mana mushu turgan yoshlarmi yo'qotalaydi. Sizga rahmat. Qerilar gomindonni yo'qotolmamdikan, bu qandoq gap? Gomindonni yo'qotaman desangiz, hassi qatadigan ishlar ko'p, buva. Yo'q, bu qonxo'rlarning yurkini chanlab turib atmoqcha yolmayman. Boshqa gapni qo'yib, menga miltiq beringlar. Miltiq olganim olgan mening. Buvay bilan bo'lingan so'zlar xili uzun davomlashdi. Boshqalarmi gap qilib baqdi, lekin buvay hech qaysisiga ko'nmadi. Uning ra'yini yondirish mumkin bo'lmagandan keyin oxir talabini qondirishga to'g'ri keldi. Harbiy kishi 45-50 yoshlar chamsidagi bir ko'zi qarg'u odamga qarab, "Bo'ladi, sizning mo talabingizni qondirayli. Siz orqa safda ishlang", dedi.
Siz meni urushqa qatnashsa, qarg'u ko'zining kashlisiga uchraydi demsiz? Hey, siz meningdan ansirayotsizg'u deyman. Hech bo'lmaganda men dushmanlarni chanlashda bir ko'zimni qisib avar bo'lmayman. Hammaylan kulishib ketdi va biri gap qistirib quvvatlab chaqchaq qildi. To'g'ri, dushmanni chanlabla turgan ko'zda bu. Texmu qattiq kulka ko'tarildi. Oldingi sap bo'lsin, orqa sap bo'lsin, dedi harbiy kishi kulkidan to'xtab. Hammasi ozodlik, erkinlik uchun emasmi? Men bu bir ko'zimdan qandoq ayrilgan, bilamsiz? Dedi hiliqi odam ulug' kichik tinib. Uning ovozi birdilla titrab, yuzi oqirib ketgan edi. Hammasi bu odamning aytgan so'ziga qarab, uningda qandoqdir bir fojianing borligini tushungandek alamlik qarashdi. Aslida bu odam harvikash bo'lib, buningdan bir yil ilgari Gomindaning Shexodagi qo'shinlarga oziq-tulik yetkazib berish sayisiga tutilgan ekan. U yo'lda zo'rliqqa chidamay, cheriklarga yenib qo'ygani uchun cheriklar sim qamchi bilan urib, bir ko'zini qo'yibdi. Bayatdan beri taqatsizlanib turgan Rayhon ustalning yeniga keldi. "Menmu iniqlabchilar sepiga qo'shish uchun keldim", dedi u harbiy kishiga qarab, ovozining qattiq chiqib ketganini sezmagan holda. Mavzir asqan harbiy kishi Rayhonga tikilib qarab qo'ydi-da, jimjit holda turib qoldi. Boshqalarmu qizga qarshib turadi. Harbiy kishi: "Bu qiz bola ekan, yeshimi 18-19larda bo'lishi mumkin. Kurashlarga bardoshlik beralarmi?" deb o'ylab qolgan edi. Shunga: "Siz qiz bola ekansiz, urushda qiynalib qolasiz-g'o deyman", dedi. Rayhon sal tirikdi atimalim, chiroyi tatardi va o'z talabini qo'yib so'zlab ketdi. "O'g'illar qila olgan urushni qizlarmi qila oladi? O'g'illar vatanim, xalqim, ozodlik deb qo'liga qurol olgan yerda biz qizlar chetga qarab turaylikmi?" Harbiy kishi kulimsirab qo'ydi. Boshqalar qizning so'zidan ta'sirlanib, bir-biriga ma'nilik qarashdi. "Bo'ladi, singlim. Bizga harbiy santarklar kerak. Sizni shu yerga avatayli. Qandoq deysiz?" "Yo'q", e'tiroz bildirdi qiz. "Qo'limizga qurol ilib, oldingi sapga bormoqcha bizning g'azbimiz hargiz besilmaydi." Ochiq eshikdan kalta xurum chopon kiygan, chiroyi surlik Nizomiddin kirib keldi. O'ltirgan harbiy kishi o'rnidan turdi. Nizomiddin qo'y ko'zlaridan o't yenib turgan qizga qarab: "Voy, bizning o'quvchimiz-g'u siz", dedi hayron qilib. "Nizomiddin apandi?" Rayhon hayajonlanib nima qilarini bilmay turib qoldi. "Mana bizning vijdonli qizlarimiz bu", dedi u Rayhonga zo'qlanib. "Qo'lingizga qurol olg'ili kepsiz-da." Harbiy kishi bir nima degucha Rayhon hayajonlanib aldirab so'zlab ketdi. "Shundoq, qurol olmoqcha g'azbimni bosolmayman, apandim." "To'g'ri aytsiz, singlim", dedi Nizomiddin uning mo'risiga qiqib. "Qo'shinimiz g'alaba bilan G'ulji shahriga besib kirdi. Hozir xalqimiz dengizdek to'lqinlanib tavrab ketdi. Inqilobimiz hammamizni, yoshlarni, qarilarni, o'g'illarni, qizlarni harbiy sapga chaqirmoqda. Oldingi sap bo'lsin, orqa sap bo'lsin, hammasi sharaflik. Oldingi sapga berishni talab qilsangiz bering, singlim. Oldingi sapga bering. Qiyinchilik bilan, mushaqqat bilan, o'lim bilan hisoblashsak, inqilobimiz olg'a ilgarilayolmaydi. Bering, singlim. Oldingi sapdagi urush nurg'unlagan shafqat hamshirlarga muhtoj." Nizomiddinning yolqinliq so'zlari Rayhonnimi, harbiy kishinimi, boshqalarnimi ilhomlantirib hayajonga soldi. Rayhonning "Vatanim, xalqim" deb tepgan yuragi kuchlik to'lqinlanib urib ketdi. Orzu tilaklari qanotlandi. Kishilar ko'z qirinimi silishga aymanadigan shtab ichi amdi minglagan inqilobchilar va xalqlar bilan to'lib ketgan edi. Ana Anvarmu yo'g'on bir tup daraxt tubida kimlar bilandu paranglashib, qo'llarini shiltib kulmoqda edi. Shu chog'da Nodam Varisjon bilan hech kutilmaganda uchrashib qoldi. Nodam uning qo'liga miltiq olganligiga hayron qoldi. "Inqilob boshlangandan keyin butun xalq tavrab ketdi. Dadam, mana amdi qanot qoqadigan vaqtinglar keldi. Gomindanga qarshi o'q at", dedi. "Menmu uyda turolmadim. Tunugundan boshlab sizlarning sipinglarga qo'shildim", dedi Varisjon. U rostilla tunugun G'ulja shahri ozod bo'lish oldida qo'lga qurol olgan edi.
Uning dadisi: "Mang balam, inqilobga qatnash. Bu inqilobdan bizmo o'z ulushimizni ilishimiz kerak. Bundaq to'polanda kishining beshiga o'ylamagan yerdan toj kelib qoladi. Omad kelib qolsa ajab emas. Hech bo'lmaganda to'polonning ichida turganing yaxshi", dedi. Shu chog'da onasi o'g'liga yig'lab esilib olganda, Aqtamboy: "Hey, kam aql kaltipam xotin, qo'yib ber. Hozircha berib tursin. Sal keyin o'zim berib, o'q ovozdan yiroqroq yerga aplab o'rlashtirib qo'yman", degan edi. Nodam qalbida yongan o'chligini qo'g'ishundek ig'ir so'zlar bilan ifoda qilmay turolmadi. "Gomindanga qarshi otlanib chiqqanga o'xshaysan. Ajab debda, aslida dadang Gomindanga qaltis amroq edi-ku. Dadam amroq bo'lsa men o'ch." Varisjonning yo'g'on ko'zlari parqiradi. "Har holda dadangni norozi qilib qo'yma. Seni bek e'tiborlab cho'ng qilgan emasmidi?" Varisjonning siriq yuzi titradi. Uning ochiqi yuziga tepib chiqqan edi. "Seningcha mening Gomindangni yo'qotishimga yo'l qo'yilmaydi-kanda? O'ylab gap qilyapsan ya? Xalq dushmanlarini yo'qotish uchun maydonga chiqish olqishlashga tegishli zo'r ish", dedi Nodam ma'nilik qilib. Shu asnoda Rayhon hiliqi tizimlash bo'limidan chiqib, tövanga tushib keldi. Uni eng dastlab Varisjon ko'rdi. "Voy, Rayhon! Rayhong'usiz, qandoq shamol uchirib keldi sizni?" dedi Varisjon. Rayhon tamkin qiyofatda turib dedi: "Ha, hayron qilyapsiz? Qandoq shamol bo'ladi? Shamol emas, inqilob bo'roni." Nodam Rayhonning bu o'rinliq javobidan rozi bo'lib, qizga tikilib qaradi. Rayhon Nodamni to'nigan edi. U nemishqidir yuzlari höppida o't ilib ketdi. "Nodam emasmisiz? Tonimay qaptiman." "Men tonidim sizni", dedi Nodam kulimsirab. Rayhon illiq kulimsirab yuragidan qo'zg'algan issiq tuyg'u bilan Nodamga zo'qlanib qaradi. Uning qalbida qo'zg'algan tuyg'u buningdan 2 oy burun qo'zg'algan emasmidi? Shu topda bo'yniga avtomat asqan, yuzlari qardab yerilgan, talay urushlarni beshidan o'tkazgan bu yigitga qizning mehri qaytadanla yongan edi. Uning ko'z oldiga Nodamning hiliqi soqchi amaldorini bir musht bilan yiqitgan manzara keldi. "Men sizni mundaq yerda uchirtaman deb zodila o'ylamagan edim", dedi Varisjon Rayhonga qarab. Varisjonning yuzlariga sakrab chiqqan hayronligi texicha besilmagan edi. "Meni qurol tutolmaydi deb o'ylamsiz? Qizlar zulmga qarshi inqilob qilolmaydi deb qaysi tarixda aytilibdikan? Dushmanlarga qarshi g'azabga kelgan odam mayli qiz, mayli o'g'il bo'lsin, hammasi qo'liga qurol ola oladi", dedi Nodam qat'iy holda. "Aldingizmi? Mana bu haqiqiy inqilobchining so'zi", dedi qiz chin dili bilan Nodamni qo'llab. Qizirib ketgan Varisjon osal holga tushib qoldi. "Mana endi bir sapda ishlaydiganmiz. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi", dedi Varisjon xijillikdan qutulish uchun gap yutkab, xuddi u gaplarni anglamagandek. Rayhon o'ynoq qo'y ko'zlari bilan Nodamga qarab qo'ydi. U Nizomiddinning boya aytgan keskin, yolqinliq so'zlariga qandoq qoyil bo'lgan bo'lsa, Nodamningmi eylala aytgan haqqoniy so'zlaridan intayin rozi bo'lgan edi. Ularning yeniga kulimsirab Anvar keldi. Nodam avtomatni tutgan qo'lini tuvan tushirib, uningga hurmat bildirdi. "Mana, Varisjonmi bizning sepimizga qo'shildi", dedi Anvar. "Bu olqishlaydigan ish. Bizning sepimiz Gomindanga qarshi texmi nurg'un inqilobchilarga muhtoj." Anvar bayotin beri Nodam bilan Varisjon o'rtasida bo'lingan gaplardan xabardor edi. "Qani, yur", dedi Anvar Nodamga. "Ishimizga mangayli." U ketib berib mundoq dedi: "Kimdi kim bo'lsin, u Gomindanga qarshi tursa, biz uni qarshi ilishimiz, olqishlashimiz kerak. Bizga qilmagan askiliki ko'rsatmagan kuni qolganmi, Anvarka? Siz bilasizg'u, texi dadisi sizlarning qanot qoqadigan vaqtinglar keldi deb demish." Anvar kuldi. "U inqilobchi bo'lman desa, mana kangri yo'l. Ehtimol, ularning inqilobga qatnashda o'z muddaosi bordir. Lekin hozir uning payti emas. Hisob oladigan kunlar oldimizda. Kelgusida qiladigan ishlarni hozir qilamiz desak, inqilobimiz xatolikqa uchraydi. Nizomiddin kamning so'zlarini unutib qolsak, texmi bo'lmaydi. U bizning inqilobimiz bosqichlarga bo'linib ilib beriladi.
Her bir basqıçның öz alayidiligi bor degan emasmidi? Uğu şundaq. Ular ikkisi shtab ichidagi qaysidir bir bo'limga kirib ketdi. 18 bob. 1. Gulpamxonning qo'li ishqa bormas bo'lib qolganiga uzun bo'ldi. O'g'li bir kechada yo'qolib ketgandan keyin andisi ko'payib har kuni qalayimqon tushlarni ko'rib chiqatdi. Uning ustiga nilqida qo'zg'olon ko'tarilgandan tortib hozirgacha yiroq yerning gapi har yangzot degandek tarqalgan har xil gaplar uningga hech orom bermadi. Ana kunda kelib turadigan yaxshi xabarlar bilan yana Ulastayda gomidançlar ikki partizan balını tutuvilip, terisini tətir soyupdudek. Bir tul xotunun yalğız oğli gomidançlardan 10 etip bulup, bir tal oqida özünü özü etibapdı. Saqçının qara darvasıga 7-8 adamni qulqidan mıqlap esip qoyupdu. Çerikler nurgun partizanlarını tutuvapdiken, ularning qerilarini shu yerdala etip taşlap, yoshlarni mashina silib shaharga akirib ketibdi. Degandek ansiz xabarlarni anglab turatdi. 2 hafta ilgari u mundaq dahshatlik bir tush ko'rdi. Urush oyoqlashgan qonliq maydon, qanchilgan o'liklar qonga petib yetibdi. Ba'zilari aran medirlaydi, ba'zilari qo'lini so'zidi, lekin beshini ko'tarolmaydi va ba'zilari so'z ovozda ingraydi. Gulpamxon mushu maydonda qon kechib o'g'lini izlab yurgidek. Shu chog'da yiroqdan bir ot ko'rinibdi. Ot tinmay beshini silkib, asta uningga yaqinlab kelganmish. Qarg'udek bo'lsa, kumush egar to'qilgan shundoq chiroyli egiz to'riq ot. Qo'sh bosh egarning beshiga qonga bo'yalgan qilich esiqliq turgan. Onaning yuragi etishibdi-da, o'ziga hurmat bildirib turgan otning beshini silab, yaylilarini tarabdi. Shu chog'da ot zuvonga kepti. Ey qo'rqimsiz erlarning onasi, sening balang net yuz dushmanni mushu qilich bilan chanab, oxir mag'dur silinib yiqildi. Men seni izlab ketib boratdim. Seni yig'lamaydi deb o'ylagan edim. Bundaq yig'lig'ining nimasi? Sening ering zolim boylar bilan ilishib o'ldi. Cho'ng o'g'ling zolim hukumatning qilmishlarini pash qilib o'ldi. Mundaq sharaflik o'limlarga yig'lasang, Xudo seni kechirmaydi. Xalqmo kechirmaydi. Ol, qilishni ol. Uni amdi navrang tutsin. Gulpamxon o'ndirab uyg'onib ketdi. 2-3 kungacha o'zini bir bilib, bir bilmay yurdi. Oxir tushga nima kirmaydi, deb o'ziga tasalli berib, bir oz xotirjamlanib qolsimi, lekin o'g'lining tirik o'ligi to'g'risida xabar ololmay, buruqtirma bo'lib yurdi. Partizanlar G'ulja shahriga besib kirgandan keyin, oxiri u shaharga kirib chiqqanlardan o'g'lining salomat ekanligini uqdi. Shuningdan keyin xushalliqda beshi osmonga yetgudek bo'ldi. O'g'lini ko'rishga aldirab, nima qilarni bilmay qoldi va tunigun tavakkul qilib, navrisini yetilab shaharga mang'an edi. Xulum qo'shnilari yo'ldan to'sib oldi. Qo'ysila, urush texi bo'lyapsa, bu nima qilganlari? Kichik balani sovuqda yetlab avara bo'lmasala, amdi o'zimo kelib qolar. Shahar degan mana-ku. 1-2 kun qarab baqayli. Agar kelmasa, silni biz akirib chiqayli. U oxir xulum qo'shnilarining maslahatiga ko'ndi. U bugunmi ataganlik choy ichib bo'lib, qachoq quchlarni yig'ishtirmay, atgan chayning shamasini chaynab, jo'ziga taynib xiyol bilan uzoq o'ltirdi. Odiljon chini ichib bo'lib, o'ylida o'ynayotdi. Kichik derazadan kun nuri g'uvo tushib turadi. Uy ichi xilila illib qolgan edi. Kishi o'z umrida hodisa nurg'un ishlarni ko'rdi ekan, deb o'ylaydi ana. Bu nima degan malomatchilik ha? O'lganlar armonda ketdi. Tirik qolganlar buni ko'ryotidi. Mubodo Nodir balam hayot bo'lgan bo'lsa, o'zini atatdi-kanda. Mana, nodam jinida qo'lga miltiq opdidek. Tova, bu bala mening yolg'izligimni nimishqa o'ylamag'andi? Gulpamxonning o'y xiyollari texi oxirlashmay turibla, o'yliga otliq bir kishi kirib keldi. Odiljon o'ynayotgan o'yinni tashlab, uningga ajablanib qaradi. Otliq kishi balaga kulimsirab qaragan edi. U birdilla tunib qoldi-da, kayniga qayrilib, uyga qarab pingildab yugurgunicha vaqirdi. Voy momo, akam kaydi. Yo'l bo'yi opam nima deydikin, qandaq qarshi oladikin, Alloh tova silib o'zini yerga atarmikin,
deb o'ylab kelgan Nadam otdan tushib, uni yozliq choyxona taraf to'rikiga bog'ladi. Gulpamxon uydan aldirab chiqib keldi-da, o'g'liga qarab yugurdi. Voy jinim balam, bormisan? Senimi ko'rdigan kun bo'ldi-kan-g'u. Ana yugurib kelginicha Nadamni bag'riga bosdi. Uning peshonasidan so'ydi. Sovuqda yerilgan yirik yuzini selidi. Bayatin tartinib turgan Odiljonmu akasiga o'qdak etildi. Akasi uni ikki qo'ltig'idan ko'tarib oldi. Uyga kir, balam, uyga kir. Gulpamxonning o'g'lini ko'rib ko'ngli buzildi. O'ltirishib ketgan ko'zlarida yoshlar mo'ldirlashga boshladi. Nadam Odiljanni ko'targunicha uyga kirdi va uy ichiga sapsaldi. Uyda hech qanday o'zgarish yo'q. O'choq boshlari, tam cho'rlari sig'izlar bilan suvalgan. Derazadagi bir jup qachi gul ko'kirib turardi. Besotsiz bu uy chinidek pokiz va illiq edi. Qandoq ahvoling, opa? Tiding tozimi? Yaxshi, balam. Ish qilib, oyog'imda shamol o'tib turyotidi, dedi ana aranla. Nadamga qishliq kiyim singishgan. U tashlanmagan uzun oq juvi kiyib, belini tasma balvog' bilan mahkam bog'lagan. Putidagi bo'z piymining qo'njini qayirib olgan. Oq quloqchisini o'ng qishiga sal singayon qilib kiyib olgan. Odiljon tomga tiklab qo'yilgan miltiqni tutib ko'rib, akasiga savol yog'dirishga boshladi. Aka, bu nima? Bu miltiq. Miltiqni bilamsan? Yema qilsan uni? Dushmanlarni otaman. Menmi otaymi? Senmi otasan? Aka, otama. Sen cho'ng bo'lganda otasan. Yo'q, hozir otaman. Nadim qaqoqlab kulib ketdi. Cho'ng bo'lganda cho'qim otasan. Akasini ko'rib yayrab ketgan Odiljonning kayni-kayndan berayotgan savollari pat-pat o'zgarib turardi. Aka, sening eting chopamdi? Chopidi. Zikiyalarning alamoziyi toza chopidi. Odiljonning kichikkina ko'zlarini o'ynatib, kayni-kayndan berayotgan savollari kishining amroqligini keltirardi. Nadamning inisiga zo'qi kelib, uni erkiltib so'ydi. Bayatdan biri ikkisining gaplariga zo'qlanib o'ltirgan ana amdi gap boshladi. Tova, balam, bu nima qilganing? Meni tirik o'lsin dedingmi? Dedi yig'lamsirab. Nadam onasining sig'inish va mehr muhabbat bilan namlangan ko'ziga balaliq erkalash bilan telmurdida onasining qatmal qo'llarini tutdi va kulimsirdi. Xafa bo'lma, opa, dedi va jo'sini yechdi. Mening tuyuqsiz yo'qolib ketishim sana ig'ir bilingandi. Sana deb qo'yishga ulgurolmadim. Ko'ryapsan, boshqalarmi ko'pchilikning baxt saodati uchun qo'liga qurol elayotidi-ku. Men qarab tursam bo'lamdi. Menmi o'g'il bolaman deb belimni bog'lab yuribdiman-ku. Shundoq emasmi, opa? Gulpamxon mo'ra o'choqning kullarini tozalab, qum cho'ginni cho'qqa qo'ydi. Hech bo'lmasa, menga deb qo'yib ketsang bo'lmamdi. Bola degan ota-onaning og'ziga qaraydigan-ku. Sen ketgandan keyin mening qanchalik sakpari bo'lib ketganimni bilamsan? O'lmakning ustiga tepmak degandek, hiliqi harom tamoq dayuzlarning qilib ketgini cho'tixi. U vaqtda shundoq tuyg'uzmay ketishga to'g'ri keldi. Ketmasam shaharga akirib solab qo'yatdi. Vah, nima solaydi ekan seni? Sen ularning opisini ham o'rganmiding? Undaq deganing bilan, opa, Rayhongulga bo'lishib, hukumat amaldorini urdim, dedi Nadam o'tgan ishlarni onasiga birma-bir tushundirib. Anvar apandimning chaqiriqi bilan bir xufiyani tashkilot qurdik. Oxir Nilqiga berib, iniqlashlarga qo'shildik. Gomindan hukumatini yo'qitib, izlayotgan emgakchilarni ozod qilishga jinimizni tikib, qo'limizga qurol oldik. Bozak bo'laveratdiqmi, opa? Akam uchun qisos oldigan chog'im mush emasmi? Mana endi onaning chiroyi boshqacharak tus oldi. Yuzlari tatirib, lavlari titrashga boshladi. Yuragi siqilib, dam ololmayotgan odamdek kekirtikiga o'tkir va alamlik og'riq tiqilgandek bo'ldi. Uning ko'z oldiga xiyolchan muallim o'g'li Nodir kelgan edi. Davomi bor.